Hammaga salom. Kamina Samandar Kaganskiy har doimgidek tanigan taniydi, bilgan biladi. Gold jangini ko'rdik, g'irromlik qilishdi, hatto gold yutish kerak edi, yutardi ham. Endi yana bitta tayyorgarlik ko'rib, bu yoqqa pishiq bo'lib chiqadi jangga. U mardona chiqdi, mard ketadi deb o'yladi oktagondagilar. Ba'zi odamlar lekin nomard ishini, g'irrom ishini qilib pulga uchdi-da. Hatto gold yutadi, hozir ham yutadi, boshqa payt ham yutadi. Tayyorgarlik ko'rib nasib bo'lsa 1-2 oylardan keyin chiqib, dalisi yutadi gold. Nasib bo'lsa gold bosadi, goldga ishonamiz. Uni kuch-quvvati, uni hamma texnikasi, taktikasi, hunar joyida. Golddan keyingi turadigan o'rinda O'zbek Taysoni, keyin Saturn, Odilxon shular turadi. Lekin yaxshi urush bo'yicha, texnika bo'yicha shu Taysonda bor ekan, Odilxonda bor ekan, Goldda bor ekanda. Eng oxirida Saturn ko'p gapirar ekan, lekin yutolmas ekan. Xullas, video qisqa turibdi. Bildirmoqchi bo'lganim, Goldga ishonamiz, Gold bosadi, dalcha yana bosadi. Faqat har narsaga vaqt kerak. Xudo o'zi belgilaydi har bir ishni.